Assalamu alaykum aziz xalqim. Barchamizga ma'lum bo'lganidek, Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazi yanida Uyg'ur maktablari bilan hamkorlashish shtabi qurilib, milliy ma'rif masalalari bo'yicha ko'plagan ish faoliyatlarini yurgizmoqda. Mazkur yilning 6-oyining oxirida Uyg'ur maktablariga hamkorlashish shtabi Qadam televideniyasining huzurida Uyg'ur tillik ommaviy axborot vositalarining rahbarlari bilan uchrashdi. Mazkur boshqurishda shtab raisi Turan Dunyasi Turkiy tilli xalqlar madaniyati jamiyatlik fondining mudiri Karlin Mahbirov Uyg'ur maktablariga hamkorlashish shtabining joy-joylardagi maktablarga qilingan safaridan keyin o'z ishini texmo jonlantirish va har taraflama qanot yoydirish maqsadida Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi yanidagi Uyg'ur adabiyoti kengashi Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatri Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazi yanidagi xonim-qizlar kengashi bilan hamkorlashib ishlashga kelishganligini bildirdi. Tövanda mazkur yig'indan ko'rinishlarni diqqatingizga havola qilamiz. Yanında o'tirgan Şemerdan Sharipov Agrar universiteti ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin profesörü, akademik, edebiyat alanındaki doktoru. Yapılan Karlin Mahbirov, Turan Dunyası, Türkiye Halklar Medeniyeti Fondu'ndaki müdürü, bu ştabdaki başlığı. Ben bırakmayacağım Yusuf'u. Mesela şu Uyghur mekteplerinde kondak kişisel oldu. Aşağıdaki malumlarındaki bunu tecrübesini aşırışta kondak yerden birerlerimiz bağlarındaki o'qishlarda yaxshilashga maktabimizga yordam berish qilamiz, qo'limizga keldi degan atrofda o'zimiz fikr almashtirsak degan masala bu. Shuning uchun kim o'zaro fikr olaylik desam. Assalomu alaykum muhtaram jamoat. Çok aktivistleri yig'ilgan. Bugun nihoyatda xalqimiz uchun muhim bir masalalar ustida tahlil o'tkazyapmiz. Bu bo'lsin maktab ma'rif ishlarimizni Qozog'istonda 70 ga yaqin maktablarimiz bor, barlash va mustaqil. Shu maktablarimiz bor deb biz xushal bo'lishning o'rniga afsuski ba'zida bal soni yetishmayotdi. Mana hozir Karina bende degandek Sovet vaqtida 30 ming bo'lsa, hozir 3 ming yarmiga tushib qolganmiz. Buni hayda afsuslanarlik ish, chunki biz bayqavyapmiz, nurg'unlagan 50-60 kirib qolgan, даже mening tanqishlarimdek ayollarni ba'zida o'zcha gap qilib o'tirganda, buni gap qilsizlar desak, biz o'z vaqtida o'qimagan, bilmaymiz degan shuni anlaymiz. Anda o'sha bolalardan, nabirlardan Uyg'ur maktabiga aytib biz ularni tushunmaymiz deydi. Ular Uyg'urcha gap qilsa. Ya, ular bilmasligimiz kerak, biz o'zgarishimiz kerak, o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Ba'zida bizga deydi, sizlar ziyolilar bolalardan beryapsizlar Uyg'ur maktabida. Men birinchi davramni 101-maktabning birinchi sinfga olgandim. Shu vaqt aziyat bilan ishlar qilgandim, birinchi davram tug'ilgandim. O'sha davram 3-mi 4-nji sınıfta okuyotganda mama Sadır deb etim yaman 15 yaşta atalgan nima o dedi. Dedi men bilan o'lmay bolam deb o'ylab anamdan keyin javob berdim. Bu Batur 15 yaşta Batur bo'lgan. Yaman degan so'z bu Batur deb o'zimni bugunishga boshladim. Chunki bizning o'rus maktabida o'qigan, o'ruscha institutda ekan. Shuni o'rus oyoqda tug'ilib o'sib Tepesini bitirib chiqqanda bir yer qaytadan o'ruscha o'qishga to'g'ri kelgan. Shuning uchun biz moslashishimiz kerak, biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Bu xalqimizni bilimlik ona tilimizni saqlab qolamiz desak, hozir butun dunyo vatandagilar, chet eldagilar Uyg'urlar bizdan nima kutyapti? Shu Olmatuda Uyg'urning madaniyatini, tilini, dinini saqlab qo'yapti. Xudoyim bo'lsa, yaqinda yaxshi kunlar bo'lganda bizdan ular Yünüdür biz ular bölüşümüz, bilimimizni saqlab qolgan
ana tilimizni örf odatlarimiz shuning uchun bugun nihoyatda yaxshi muhim ana o'sha issiq qatlarlarda o'ttiz quloqlaringlarda yana mana shu xalqimizniki kamiyatlarini to'ldiraylik. Bu bizning vazifamiz deb o'sha ishga atlanganlar uchun sizlarga Allah medet versin ve halkımız korusun ve her birimiz kollayımız elbette. Yönetimimiz, medbatlarda yönetimimiz ve yine üç yıldan aldığım olmuş mesele kozgalgan vaxtında o koronavirüs yoktu. Toytipilden normal ötküzülgen yerde yani başında biz hazırlıkta kitaplarımız yani Osmanlı'da birbirimizden anlıp birlikte yerden kımayla çıktığında Toytipillerde mikrofonu ilip bugün jinaga aylandırıverdi deb alaymanlar. Biroq maktablarning meselesi başka. Oğlumlar mektepleri desemler, mana men görüşüş bilan ne bildim hozir. Onun kitapta Elachi 101 kitapten ne bileyim. Türk dilini bildi. Rusçani mükemmel bildi. Uygurçani mükemmel bildi. Devlet dilini bildi ve chet el tilini bilmedi. Şunun için bu muhim meseleni hemmimiz yaxshi degandek qo'lga ilib amalga oshiraylik deganimizda biz albatta hammamiz qo'llaymiz va mali ichilardami juda jamoatning aslida shu masalani hozir 1 sentyabrgacha birinchi mash'alda ko'taraylik. Rahmat deb so'zlab ketgan misolgacha. Rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar, akalar. Bugun nihoyatda yaxshi bir cho'ng ish boshlab, necha kun bo'ldi boshlanadi. Rahmat akamlar. Bu ishdan xabarim bor meniki. Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazining xonim-qizlarining ichida a'zosidan men vaqtida shag'al qildik. Shu vaqtida biz bu to'g'riliq ma'lumotlarni oldik, xabarimiz bor. Ondan keyin mana yerdan chiqib yana biroz shu masala bo'yicha bir narsalarni ko'nglimizga tiqib qo'ydik. Tinch o'tamadik. Rahmatjon akamlar, Shamshid akamlar kelib bizga xayr tushunib berdi. Maktabga yordam qilganga shu kitob tarafdan biroz men unga qo'ydim. Endi 12 Merik Rahmatjon akamlar bilan so'zlashib yana meseleni aytib berdilar, qanday nimalar borligini. Kitob tarafdan biroz shu Uyg'ur nahiyasiga biroz maktablarda kitoblar yetishmaydi. Shunga ketmen degan yozlarni mumkin bo'lsa, ashxolni o'zimiz bartaraf qilamiz deb Shamshid akamga degan, Rahmatjon akamga degandik. Endi Xudoyim buyursa, u yoqdan so'zlashib qo'ydim biroz kishilar bilan. Endi o'zimizning mana 10 balla jurnali xodimlari tarafidan bizningki qo'limizdan kelgani shu 10 jurnaldan qo'lga yetmayotgan, shu maktablarga bormayotgan, shiraq-shiraqdagi kichik maktablarga shu kitobxonasiga biz o'zimizning jurnaldan biroz jurnallarni beramiz. Ondan keyin yana qanday yordam bo'ldi, yana qarab boqamiz. Mumkinchilik bor bo'lsa, mumkinchiligimizning baricha yordam qilgan qo'limizni sunamiz. Bizda Uyg'ur xalqimizda deydi, tamcha ko'l bo'lar deydi. Her birimiz shunday kichikdan yordam qilsak, shundan bir ko'l bo'lib, maktablarimiz quruq qolmaydi deb o'ylayman. Ko'z qo'qoq qo'l batur deydi. Hamma narsani shuni qanday qilamiz deb pishir boshqa vaqtda qanday qilamiz deb boshlaymiz. Biroq ko'pchilik bilan hamma narsa o'z o'rniga vaqt soati kelganda o'z o'rniga tushdi, hamma narsa durust bo'ldi deb o'ylaymiz. Bizning buncha jurnal xodimlari nomidan yordamimiz shu. Yani endi buni u yerga yana kelishib, bilet so'zlab, to'y, nazr chiroqlarda so'zlab qoldik bo'lsa, yana bir yarim tepib qolsak, kishilarni yordam qiladigan kishilarni yana xabarlashimiz deb o'ylaymiz. Sizlarga rahmatjon aka, Shamshid aka, mana Karolina aka hammasi
Şu halkımız üçün, yaş avlatlar üçün, əlməhum balla jurnal işləyətqandaki yaş avlatlar üçün, bizning yaş dostlarımız üçün, şu biləvatqanlarga sizlərə köp rəhmət deb aytaman. Assalamu alaykum, hörmətli anjuman qatnaşqıçılары. Mən özüm məktəbni 5 yıl burun bitəgən yaş tilək sübtida bu problemlik məsələni yaxşı düşünmə, Uyğur məktəbinin qulluqida meni problem ənsirdidir. Çünki bugünkü gündükdə özümüzün çoğ apalarımız, ustazlıq tutuyatqan başlanğıç sınıfının ustazları var. Bu kişiler şu güngacha 50 yaş, 60 yaşqa kirgeniga qaramasdan uyum yengib balalarni Uyğur məktəblərinə beringlar deb so'rashga muhtoj bo'lib turdi. Chunki bu birinchidan ularning nenish, ikkinchidan bizning xalqimizning taqdiri tilimiz biz degandek bu yerda. Bu yerda mening fikrimcha eng birinchi yeyish kerak masala bu bolalar bog'chisi masalasi. Chunki bolalarimiz kichigidan ana tilda so'zlab o'rganmay 3-4 yoshgacha rus tilida multfilmlarni ko'rsa, rus tilida kinolarni ko'rsa, albatta ular maktab yoshiga kelganda hech kim tushunmay qoldi. Ish bilan bo'lib ketgan ota-onasi, o'z vaqtida durust ko'ngil bilmagan ota-onasi maktabga borgan chog'da hech narsa qilolmaydi. Birinchi masala bolalar bog'chisining masalasini yeyish kerak. Ikkinchidan o'zimizning kanal tarafdan biz nima beralaymiz degan savolga biz yoshlarga o'zimizning целевая auditoriya deydiku, shuni yoshlarni elib, shu ana tilining muhimligi, biz o'zimizning ana tilini bitirib, yema aytilgandek, yerda qolmagan aqllarimiz, hadlarimiz haqida qisqacha bo'lsa kinofilmlarni tushirish bizning o'zimizning planlarimiz bor edi. Shuni amalga oshirib, o'z to'kimizni qo'shimiz degan umidda. Hammaga cho'ng rahmat. Baya nima kalender ketdi buni 2 yil degida biz shu Uyg'ur shtab bo'yicha ishildik-ku. O'sha Shaymardan o'tdi, nimlarni abrahatlarni, yezizlarni, shu hamma nahiyalarni u yerga bizning Bishkek, Sarag'ay, Chimkent taraflarga borgandik. Shu ko'p yerlarda shu masala qo'yildi, maktablar bo'ldi. Ana tilda o'qitishga bolalarni, navlarni Dereceler bizi yani Xudo şükür mektebimiz var ki yenimizde, vatanımızda deyimizde. Dereceler başka Kazakistan'da mektepler mi yok, sınıflar mı yok. Hatta yaşada şu mesela özümüzde milli orkadetlerini, toy bilen öpüzdüğüm ama jübüzdüğüm edemler yok. Hani nöbet söz kim? Bakacağız. Assalamu alaikum, hürmetli kasıpdaşlar, dostlar. Barlığınlarının yaxşı xəbərinlərdə olma Uyğur avazı arqılıq mətbuatda şu mədəniyyət mərkəzində Uyğur məktəbləri və sinifləri ilə həmkarlıq ştabının qulluqalığı haqqında yaxşı xəbərdar həmonlar. Həm ştabının şu iş planları doğruluq rəisi Karlin Əbəndi Mazır təfsili etib getdi, həm eğitim yaxşı yoruqlu oldu. Mən hem nəşriyyat xadimi sübtida, hem şu milli məktəblərimizin can koyarı sübtida deydiğən işkiyiz gepim var. Birinciden biz şu anıtlıq məktəblərimizni hakikaten milli tərəqqiyatımızın asası olu gəlgini özümüz itiraf qılıb şunu işləyişimiz gerek. Birinci mesele. Bunu hiç kim çətin kip bizge tərəqqi vermedi, olsa dursun bunu, hatası bunu demedi. Bu iyilik mesele. Endi Kazakistan'da hakikaten mi ana tilda bilim berishga sharoit yaratilgan, bu jiraxni ipkasi kengash davridimi saqlangan bo'lgan, yaxshi rivojlangan. Hozirgi buni oxirgi elimiz mustaqillikka erishgan 30 yil davomidami Elbishimiz, prezidentimiz, Qozog'iston hukumati bu shu ana tilda bilim elishdak konstitutsiyalik huquqimizni hurmat qilib, shunga kapolatlik qilib, barliq sharoitlarni yaratib beryapti. Shundaq turg'uliq nemishki maktablarimiz hozir baza iqtisodi vaqtida butkul dunyodagi o'sha raqobatchilik birinchi o'ringa chiqqan vaqtda o'zimizning o'sha ana tillik maktablarga bolalarni opringlar, o'qitinglar deb kunda mushtaq tashviq qilishga muhtoj bo'lgandek bir salbiy ichinarlik ahvolga tushib qolgan haqida albatta bir
kengrak o'ylanib bir xulos chiqargan vaqt keldi. Bundaq bo'lgan hozirgi zamon vaziyati, dunyo vaziyati shunchalik ba'zida biz dehqon xalq ritida mudaq bir tamsil bor. Bütün qishning o'ziga bir yozda bir kun ishlab olganingga bog'liq degan. Hozir biz bu fursatni qo'ldan chiqarib maktablarimiz yepilib qolsa, bizning ana tilimizning atki kuni haqiqatan qo'ydi. Ana tilini yutagan millatning kelajagi qanday kelganini yetmasaq biz anglashimiz. Endi so'zni to'liq so'zmay jamlab aytsam, shaxsan mening shu milliy maktablarimizni, ana til maktablarimizni kuchaytirish uchun başta aytgandek shu o'zimizning ana til maktablarimizning bizning milliy taraqqiyotimizning yo'l asosiga aylangan. Ana tilimizning haqiqatan shu Qashqari, Qasaji, Navoiy buğularımız faydalangan faqat bizning xalqlar emas, bütün Türkiye xalqlarining milliy taraqqiyoti va turk bo'lgan ilm-fan tili, she'riyat tili ekanligiga ishinib, ana til maktablarimizga bolachaqlarimizni, navri-chavrilarimizni ishkilanmay berish kerak. Albatta har qanday ish o'rinda her türlü meseleler çıkıdı. Mesela o'qish qurollarining yetishmasligi deyapmiz boya. Uning yetilish yo'llari ko'p ham so'zsiz hal qilindi. Eng asosligi shu maktablarimizda shu o'qish qurollarini foydalanadigan qara ko'z bolalarimiz, o'quvchilar soni kontingenti yetarli bo'lishi kerak. Shuning uchun men butkul jamoatchilikni, ota-onalarni, bolalarni, navri-chavrilarni özümüzün ana til maktablariga ishinib berishinglarni iltimos qilgan bo'lar edi. Ham so'zning oxirida bugungi o'sha shtabning ishlari to'g'riliq boshda teatrda rassomlar bilan, yozuvchilar bilan uchrashuvlar bo'ldi deb ketdik-ku. Bugun bevosita o'sha milliy matbuotimizning televideniyadagi yoki gazet jurnallarning xodimlari bilan bosh qo'shib o'tirgan fursatdan foydalanib o'sha yaqinda o'tgan matbuot kuni bilan varlığınlarını cın kadımdan təbrikləymə, iştiraklarını tutuqləymə. Oldu biz bugün şu studiyasında şahsen güzel birinci rət iştirak etken, işini yeniden başlansın, köpçülükün içinde izzetki bölüm atılmış Qədəm telekanalının xadımlarına tutuqləymə, hem təbrikləymə. Hem şu barlıq milli şu gez jurnallarımızdan, telekanallarımızdan, radyo anlatışlı işlatan xadımlarımızdan şu ana tilimizni ve ana tillik maktablarimizni hem uning qutuqlarini ko'proq targ'ib qilishinglarni so'ragan bo'laman. Қазақстан диярida nashr qilinayotgan gazet jurnallarımızdan kelgan yeni matbuot vakillari o'zlarining o'y fikrlarini o'tirg'a tashlab suhbat texmi qizidi. Öz növbətində shtab a'zolari Mektep Nəşriyyatı Uyğur Təhriratının başlığı Rəhmətcan Qojanberdiyev, Қазақ Milli Agrar Universitetinin və Süleyman Demirel Universitetinin professori, Ədliyyə fənlərinin doktori akademik Şeymardan Şərifov, Turan Universitetinin professori, tarix fənlərinin doktori Ablahət Kamalovla Almuta şəhəri və Almuta vilayətlərindəki məktəblərini ziyarət qilish jarayonida özləri duch kelgan ba'zi bir məsələlər ətrafında öz o'y fikrlarini bildirdi. Assalamu alaikum. Ben şu ştabın ayrıcasıyla bir şekilde nesneleri sıkıştırdık. Birinci bu şu Uygur mekteplerinde üniversitenin aslında bağlanmışız. Biz üniversitede ders vermek karşı şunun için bu meseleleri maalesef yakınlar. Şunun için şu çıkıyor söz kılaydık. Bu yerler neylerin de hiçbir sebep farklı da otizmin bağımlısı hazır işleyesi şirketler. Şu meselenin her türlü sebepleri varmış. Bunun için kitabımız şu sebeplerinin ilgini düşünüp sebepini çıkış bulurken bir gününü çıkışını yok düşürüyor. Şu sebeplerini düşünüp yani bu sebepleri layık biz çağrılarına ulaşır. Şu meselelerin biri, biz ürünlüğe gelsek, şu mekteplerdeki okuyucuların mektep tükenken keyin, Uygur tilindeki mektepler tükenken keyin, onun için
Ali uçlar verir. Bu Ali uçuş şuna degan vaqtda endi ekzamen topshirish kerak. Birleşken milliy qismi mumkin kollejliklar kollej ishxonasi o'zining testlari bor. Bu testlar ikki tilda qabul qilindi, o'rgatildi, mumkin o'zgartirish. Shuning uchun bu masalalar bir cho'ng masalalarga kelganda shunga ba'zi maktablarda endi bütün hamma o'quvchilar qatnashmaydi ekan. Mümkün mektepler elbette özlerinden yakını teşkiller, bağlar ve yerden kurmuş meselede teşekkür da kısımlar şu mesele bakımızdan bu mekteplerin biz Atatürk neç meseleleri var mı? Şu Uygur mekteplerin Türkiye'den bağlanan yeni okuşun devamlı meselesi şu meselelerin birinde. Üniversite düşüş için, yapımız kolej düşüş için bir milli testini ya devlet dilde ya Kazak dilde topshirish kerak. Şu imtihon var, yani ondan tashqari kolej düşüş imtihon var. Şu imtihonni o'tish uchun shu ikki tilda tayyorlanish kerak, ikki tilni sinflar shuni tayyorlanish kerak. Şu meseleni bu çoğun mesele büyüdüktü. Çünkü bazı o'quvchilar yaxshi maktabni yaxshi oliy baholar bilan tugatsa baribir yeni til topshirsa ya kollej universitet testini topshirsa ular oliy o'qishga ya bo'lmasa kollejga o'tamaydi ekan. Shu meselani bir eshitgan bir cho'ng masalaga endi uning eshitgan yana turli usullari bor. Shuning uchun bu biz şu ştabda meselelerin sebebini bilmiyoruz. Şununla bir yakın kolej çağrılarını konuştuğu meselelerde şu olmadığımız. Şu bir anlatkin yani şu mesele bu işi yani bir bizim çağrımız bu bir ne çıkarttım biz Zoom arkalık online konferanslarını yapıyoruz, sempozyumlarını. Şu konferanslarda şu Uygur mekteplerini tüketen o'quvchilar, mektep chiqargan muallimlar bormi, yoki ota-onalar bormi, hammasini shuni taklif qilib, ishlarda Antuning bir necha 10ga yaqin universitetlarning vakillari shu universitetda tushadigan masalalarni muzokara qilib, muhokama qilib, yol gösterip bir yöntem sütünden informasiya temin edilir. İşte bir çağrı tepkilerini oldu. Bu ştabdan bir yani bir işlerin birisi. Ama ki sözünü uzatmasının yani bir küçük bir mesele doğrusu söyledi. Şimdi biz hazır söylediğimiz mesele hemisi Uygur auditoriyasında belirtilen meselelerden bizden Uygur mekteplerinde okuş teşvikatını ya başka meselelerini Uygur gezilerinde ilan kısak, teşvik kısak, onu şu nereden bir okuşlar oturdu. Şunun için minimum şu gelecekte hazır bizim planlarımızın hepsini işletsek, onu yeni bir kademimiz, bizim ştab planında ya da başka ştab planında şu Rus auditoriyasında bir teşvikat işlerinin ankuruş, şu meselemizde çıktılar jurnallar var, televizyon programı şular akıl planında ya başka kursular kaplanı bulundu. Şu Rus tılık Uygur auditoriyasında şu meseleyi götürüp, şunu yetişmiş meseleyi minimce bir mühim bir meselede boyunca. Assalamu alaikum kasbdoshlar. Endi hakikaten her qanday bu til meselesi fakat Uyg'urlar emas, hatto o'zining mustaqil ellik davlati va mamlakatlarning cho'ng problemasiga aylantirdi. Hatto butkul internetning dunyoni egallab ketgan rus tili shunchalik oz doir so'zlaydiganlar ozayib ketgan. Rossiya hozir rahbarligi butkul O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo davlatlarida rus tilini kuchaytirishni tayinlayapti. Bunun qaraganda bizning taqdirimiz, Uyg'ur tilining taqdiri haqiqatan facialik.
eğer desek bu azlık kıldı acayip. Şunun için ben şunu birinci rahmet ediyorum ama Cumhuriyet Öğretim Medeniyet Merkezi'ndeki bunu Uygur mektepleri hemkarlışı kenişine kurgunumuz doğru düşünüşümüz gerek. Bu mektepler meselesi emas. Bu milli kimligimizin meselesi. Endi biz milli marifni, bizning xalqimizning qon tomiri desek, bu kitap bizning haqiqatan qon tomirimizni radlaydigan joylardan bir kitap. Shuning uchun bu kitapni qo'llab, menimcha albatta har xil masalalar bo'lsa-mu, mushu kitapning atrofida qiziq bo'ldi. Bu kitap bizning bir asosiy bir to'rigimiz bo'lsa, xonim qizlarning ishlari, urf-odatlarimiz, yangi matbuot masalasi, yo'qsa san'at masalasi bo'lsin, mushuning kitapning bir bo'limchisi de mushtaq bilan hamkorlikda ish berishni davomlashtirsa degan birinchi. Ikkinchidan, haqiqatan hozir rus tilli Uyg'urlar, Uyg'ur tilli Uyg'urlar orasida problem bor. Shaxsan o'zim ikki farzandim avvalda Umid maktabini tugatdi, o'zim bizga o'zim boshqan nevramning mana cho'ngi 5-chi Uyg'ur o'rta maktabida o'qidi, o'qilmaymiz. Birinchi klassni tugatguncha qozoq tilidan, Uyg'ur tilidan, matematikadan biroz utuqlar, grammat diplomlarni bilgan. Hozir kendimde 3 tilda erkin, 4 tilda erkin so'zlarni o'rgatdi. Shuning uchun men shu maktab rahbarligiga rahmatini aytmoqman. Demakchi o'g'lim, men Olmutdagi nevrlarni problemi meni oldimda. Mesela shuning uchun hozir men birinchi bir yil qisqa aniq taklif bersam, shu hozir bog'cha masalasini ko'taryapmiz. Qani bog'chamiz bo'lsa, bu ko'p masala yechilib ketadi. Biroq mening fikrim, ko'p masalalarni davlat tarafidan yechilgan masalalarni yangi cho'ng byudjet tarafidan yechilgan masalalarni qo'yishni to'xtatishimiz kerak. Bu masalalarni tegishli o'ringa qo'yib, o'zimizning talablarni qo'yaverishimiz kerak. Biroq u qancha yechildi deb kutishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Kutmay, boshqa yo'llarni izlab, shularni tepib, shu orqali bizning bo'shliqni to'ldiraylik dedi. U qaysi deganda, masalan, yangi maktabga tayyorlik. Yaqinda mana Guljamolla do'stlik majlisida, Olmut shahar do'stlik majlisida yangi bilim berish markazini ochdi. Rus tilli go'daklarni maktabga tayyorlashdan shu bo'ldi. Men deyman, joy-joylar yechilsa, bu hech qanday qonunga xilof qilgan bo'lib hisoblanmaydi. Menimcha, birinchidan, yangi bog'chalarimizning o'rniga kelishini kutib o'tirmay, shu 4, 5, 6 yoshli farzandlarimizni ana tilli maktablarga tayyorlaydigan ahvolga keltirilgan markazlarni joy-joylarda tarmoq-tarmoqlar ochdi. O'sha shtatda meni iltimosim, shtat ishni qo'lga olsa deganda, hammamizning ishi bu. Ikkinchidan, bizga ko'ryapsizlar, nimishki bolalarimiz ruscha o'qiyapmiz. Butkul axborot dunyosi rus tilida bo'lsa, ulatmoqdir, o'zimiz yezitishlar uchun, matbuot ishlar uchun Uyg'urning bir esil so'zlarini topolmay ketamiz. O'rus so'z og'zimizga darrov kelib tushadi, yodimizga kelib tushadi. Shuning uchun deyman, yangi rus idiyotida bolalarimiz, bizning bolalarimiz axborot bir rus axborotining rus tilini qulluq aylanib qolganining sababi axborot shu tilda bo'ldi. Endi kitobda yana bir iltimosim, yaqinda rassomlar bilan uchrashdim va yozuvchilar bilan uchrashdim. Shu maktab o'quvchilari, uniki maktabgacha bo'lgan bolalarimizga qo'shimcha darsliklarni, qo'shimcha qo'llanmalarni ishlab chiqishni to'g'risi. U qanday deganda, birinchisi yangi rassomlar bilan shoirlarimiz birikib, har xil mavzularga hayvonotlar to'g'ri bo'ladi, o'simlik to'g'ri bo'ladi, qush to'g'ri bo'ladi, qo'llanmalarni mayaqida surati bor, mayaqida she'ri bor. Yozuvchilar bo'lsa qisqa hikoyasi bor. Shunda qo'llanmalarni, ya'ni hukumatni tutmay, yangi davlatni tutmay, bu ishlarimizni shu ishni qilishga bo'ladimi ekan deydi. Undan keyin mana qadamki televideniyasi nihoyatda yaxshi bizni qo'shib, mana shu vaqtning o'zi bu nihoyatda cho'ng kuch. Biroq hozir internet taraqqiy etganda televideniya o'z quvvatida bizma ancha bir keraksiz bo'lib qolgan deydi. Biroq bizning xalqimizga bu qadam televideniyasi cho'ng kuch. Men deyman, endi shu bolalarimiz loyiq, mana hozir kichik bolalarimizni qo'ysam, qo'ydigan Uyg'urcha multfilm yo'q. Mümkün bo'lsa shu endi yangi multfilm ishlab chiqish nihoyat murakkab. U bizning kadr masalasidan keyin shu tarjim masalasini, teatrda burun nihoyat filmlarni, har xil hujjat filmlarni tarjim qilgan bu. Shunga o'xshash bolalarimizga shu maktab yeshitki, maktab kichik bo'lgan bolalarimizga multfilmlarning tarjimasini qo'lga olsak, u masalani ko'rsak, bizga nihoyat cho'ng ish bo'ladi.
Mana shuning uchun endi hozir Shukri biz mana G'uncha jurnalni bundaq yalan jurnal sifatida ko'rmayman men. G'uncha jurnalni hatto shu Uyg'ur ovozining eng chong yordamchisi kelajak o'qirmonlarni tayyorlaydigan jurnal sifatida ko'raman. Bularga rahmat mana. Hozir Hasan Husayn betimiz var az. Allah'ın kichik bo'lsin ma'naviy tashnalongan. Bunun bu yerga yem qilishlarni qilsak menimcha biz kichkina vaqtdan tutilib qolamiz. Endi buning hammasi albatta qanday bizlar iqtisodga kiradi. Endi hammasi tushunmasdan ishlayib qolganda mana ishlarning azalini aytay. Qisman kichik yordamlar bo'ldi. Barliq iqtisodiy tarafini mana ishlar azalini o'zimizda o'shirdik. Qo'limizdan kelgancha biz kichik yordamimizni qila oldik. Biroq bunun bo'yicha shu ishlarning pulini bir yaxshi fond bilan mustahkamlab, shu fond kendinga rasmiy reviziya komissiyasi qurib, mana uningga tushgan pulni yana film ishlab chiqish, suratli, rasmli kitob qo'llanmalarni ishlab chiqish, undan keyin maktabgacha bo'lgan maktablarning ishini yürütken şu işin orada gitmeye başlamak için menimce iqtisodiy tarafimizin yürütüsler, müstahkimiz. Ne demek? Onun da elbette bizim halkımız çoğundur. Mana hozir qancha gazet, qancha jurnal, qancha kitob chiqsa, Uyg'ur xalqining uningga iqtidorini yetadi. Iqtisodiy jihatdan Uyg'ur xalqi Qozog'istondagi najot qilgan xalq emas. Shuning uchun men o'ylayman, bizda 10 gazet chiqsa, 10 jurnal chiqsa, kitob chiqsa, uni durustlab ishini uyushtirsak, uni moddiy jihatdan, moliya jihatdan qo'llaydigan bizning saxovatlik adamlarimiz tepildi. Mikrofon beqirab o'zim keldi. Bugun haqiqatan meni oldimda binoqlar problemani yaxshi qo'yyotdi. Agar biz shu maktabdan hammasini oralab kelgandan keyin o'zim uchun shaxsan o'zim uchun qilgan fikrlarim o'tirib qo'yib boqay. Rus tilida aytganda biz haqiqatan bir переломный momentga kelib qolibmiz-ku. Chunki hadimizma boshqa natxlam davotida biz buni kengash davridan beqaror ikkinchi avlod rus tushib ketgan oilalarning problemasiga kelib qoldikda bolalarni Uyg'ur maktabiga berish ixtiyori bu mo'minlarning boshqa cho'nglarning bo'lgan bilan shu avlodning yo'qda, chunki ara üzülüp qoldi, o'zlari shu Uyg'ur maktabiga bolalarni o'qitamaydi, darajasi yo'q, o'zining tili yo'q. İkinchidan rus maktabiga o'zlari qulaylik, o'zlari rus maktabida o'qigan zamonida shu tilda davomli bolalarga beri qarab tarbiya berib ketaramiz degan ishonch. Biroq biz bir narsalarni shu hozir matbuot vakillari o'tag'aldan foydalanib bir tashviq ishlarga bunday narsalarni aralashtirsak bo'ldi deymanda. O kengash davridagi vaziyat mutlaq boshqa bo'lgan. Bizda endi shu davrdan chiqqan ko'pchilik o'tiribmiz-ku o'sha yerda. Rus tilini bilmasang odam bo'lmaysan degan bir prinsip bo'lgan. Hozir endi vaziyat mutlaq boshqa. Qozog'iston mustaqillik olganiga 30 yil bo'ldi. Hozir mana biz endi 1-2 yildan keyin buni kirillitsadan latincha ko'chirib davomlaymiz. Mana mashinaga o'xshash yengilliklar, yangi yo'nalishlar albatta o burungi vaziyatni kelib chiqqan psixologiyani o'zgartirish kerak degan masala turibdi. Mana shu tarbiyaga qaraganda bu aralash maktablarni aralash natijasida bu problem bo'ldi. Haqiqatan shu ota-onalarning Uyg'ur maktablariga olib berishda bir qarshiliklarida haqiqatan problemlar bo'ldi. Shularning biri bunu bizim Uyg'urlar ziq joylashgan joylarda, Uyg'ur maktablari, Uyg'ur sinflar joylarida, bog'chalarda hisoblanmaydi. Uyg'ur to'plari yo'q. Demak, Uyg'ur bolalar qayerda shu maktabga tayyorlanib keldi? Kelsa tayyorliksiz kelib boradi. Ya'ni aylanib kelganda boyqirki rus tilli ota-onalarning qanchalik darajasi yetdi shu tayyorliklar keldi. Maktab o'quvchilari shu problem bilan bolaning maktabdan o'quvchisini atlagandan boshlab duch kelib kelishdi. İkinci problema bu shu tayyorlik sinflari, akademik klasslar. Akademik klasslarımızda, sınıflarımızda
Uyghur tilida chiqarilgan o'qish qurollari mutlaq yo'q desam bo'ladi. Bizning bichar muallimlar shu davlat tilida va rasmiy tilda tayyorlangan o'qish qurollarini o'zimizning tilimizga o'zlari tarjim qilib bolalarga o'qityapti. Mana shunda ahvolda ota-onalar shunda bizning vahdatning ahvolini ko'rgandan keyin albatta unda o'zi kompotsizlik belgisi kerak bo'ladi. Shuning uchun bu masalani yuqori turgan Cumhuriyetlik davlat organlari vakillik organlari bu masalani tahlilga qo'yib, o'sha masalani biz yechib bersak bo'lmaydi. Uningsiz hozirgi zamonda hozirgi bizning o'zimiz duch kelayotgan problemada bolani maktabga jalb qilish tez. Endi ikkinchi masalama, birinchi masalama yechilishga bo'lgan turuvchi, shu yo'lni yechish kerak. Bu masala ko'tarib, institut oldiga qo'yilib, endi biz Qozog'iston territoriyasida talab qilganimiz joylashgan Uyghur maktablari bor, Uyghur joylarida o'sha vaqtlarda bir to'pni Uyghur gruppasi. Yana bir boyqa bizning problemimiz shu bolalarni maktabga tayyorlashimiz o'zini yo'l-yo'lga yeshiltirib turadi. Bu benim aytadigan birinchi gapim. Ikkinchisi, bunu oliy maktablar bilan universitetlar bilan biz bayqadik. Balki Kamolov ketdi, Zoom konferensiyalar o'tkazildi deb bayqasak, haqiqatan boshqa maktablar o'xshash umum bilim beradigan maktablar, Uyg'ur maktablari, Uyg'ur sinflari degan talantli bolalarimiz bor ekan. Shu jihatdan oliy maktab bilan umum bilim berish maktablarining asl munosabat hozircha emas ekan. Yo'l qo'yilgan uchun shu bolalarning ilmiy ishlarini, proyektlarini ashlaga rahbarlik qilish, ashlaga ilmiy retsenziyalarni tayyorlab berish masalasi. Nimishki desanglar hozir ular cho'ng-cho'ng olimpiadalarga, cho'ng-cho'ng universitetlar uyushtirayotgan, universitetlar o'zining ichidagi grantlarning masalasi bor. Konkurslar qatnashish masalasida shu ishlarning tayyorlik, shu olimpiadalarga, shu konkurslarga kelishishga shu dokumentatsiyani ajizlari bizim mezun bolalarimiz shu konkurslar tutama, olimpiadalarga o'rin olmay turibdi. Bu masalani shtab joy-joylarga qo'yib, biz shu shtabning tarkibiga kirgan olimlarni, universitetlarning vakillari bo'lib, ish maktablarga shunday memorandum qo'l qo'yilib, andiki vaqtda bizning bolalar ilmiy jihatdan yardım o'tish masalasi buni ayrı chiqarildi. Shu mening aytadigan gapim asosiy shu. Rahmat, ixtiyorlarga so'z sizga. Biz bu masala bundan kunlar o'tayotgan millat ziyolarining tashvishlariga o'tayotgan qisman yeşilayotgan masala. Hozir yodimda mana 5 qilaqlayasning Muhammadiy va Turar Rasulov nomidagi maktablarda biz o'qishni ochgan faol qatnashgandik. Anvar Hoji Ibrahimov boshlab, Yuhan Alxonova, Rabila Ismoilov, Ruslan Aziyev va boshqa. Bu Cumhuriyetlik Uyg'ur madaniyat markazida Uyg'ur maktablarida hamkorlashish shtabining qurilib jonli faoliyat olib ketayotganligidan bizning xabarimiz bor. Matbuotda keng va tafsiliy yo'ritilyapti. Biz uchun muhim narsa nima? Milliy ma'rif, ana maktab bizning boylig'imiz emas. Ana maktab milliy ma'rif bizning borimiz. Til bor, millat mavjud. Bu bizning kelajagimizning kafolati. Shu jihatdan deb qarasak, bugungi ma'rifimizning ahvoli qanaqroq? Uning oldida turgan muammolar,
проблемалар қандай шешіліп жатыр, қандай хәл болып жатыр degan savollar nurg'un. Musul ishtab, shu savollar atrofida ishlab, birmuncha masalalarni amalga oshirganligidir. Uchur yo'lladi bizga, men shaxsan shu uchurlarni anglab dilim so'yindi. Tiraj masalasi bu nihoyat muhim masala. Nashriyatlar har qanday korxona o'xshash o'zining mahsulotining nurg'un ko'p bo'lishining tarafdor. Bu jihatdan nashriyatlar istisno emas. Biz chiqarayotgan darslarning tiraji qancha yuqori bo'lsa, uning tannarxi shuncha azam bo'ldi. Demak, bizningki bugun maktab beshig'ichi bo'lgan 40 mingga yaqin qari ko'zlarimizning 35-38 hatta 40%ga yetmiyor. Şu aşınçılık az faizliki bolalar o'zining ona tilida bilim olayotgani albatta har qaysimizni afsuslanadi. Bugun endi bu yerda matbuot xodimlari, matbaa xodimlari bosh qo'shayotgan bir yaxshi jonliq suhbat bo'ldi. Ben birinchi masala bo'yicha gapimni shunday yakunlagim keldi. Tiraj masalasini sentyabrda emas, avgustda emas, tashvish qo'ng'irog'ini o'qishni oyoqlashayotgan may oyida shelishib boshlash kerak. Bu maktabning mudriqligi ishi. Bu maktabning mudriq bevosita noyalik bilim berish bo'limiga, u yerdan viloyatlik, u yerdan Sağlık Ministerliği bardıgan gapda bu. Bunun sxemasi buna shunday bo'lishi kerak. Sentyabr keldi, oktyabr, noyabrgacha ketish 2-3 telefon jiringlab turgan av kitob yo'q, bunun kitob yo'q. Bunda bo'lmaydi, mashina unda hech kim bo'lmaydi. Joy-joylardagi xonim qizlar kengashi deymiz, yigit boshlari deymiz, madaniyat markazining sho'balari deymiz. Shular hamkorlik ishlash kerak. Bizning millatimizni parlamentda yoki itayliq viloyatlik maslahatda vakolat qilayotgan azimatlarimiz bu masalani tegishli yerlarda qo'yish kerakdir. Hamkorlashib ishlaganda bu masala cho'qim hal bo'ldi. Shuning bilan birga alohida mamnuniyat bilan aytishimiz kerak. Biz Qozog'iston Uyg'urlari hamma jihatdan yaxshi bir sharoitga erishgan milliy maktablarimiz, milliy teatrimiz, milliy matbuotlarimiz hammasi joy-joyida shunday yaxshi bir taraqqiyot yo'lini besib o'tyapti. Bu jarayon davomlashyapti, bu cho'qim davomlashdi, lekin men boya ta'kidlagandek milliy ma'rif ularning sarkisi bo'lishi kerak. Bosh mavzu bo'lishi kerak. Ma'rif yo'q, kelajak yo'q. Ma'rif yo'q, millat nobud degan. Endi milliy nashrlar bunun şunu bizim elimizin rehberlerinin sahaveti konstitutsiyada kapolatlantirilgan huquqlarimizga sharoit yaratib berishi natijasida hozir mana ihson, intizor, g'uncha, axborot qatorliq jurnallar nashr qilinadi. Ben shu fursatdan foydalanib, shu bizning shu mustaqil gez jurnallarimizni ta'sis qilish, shu yo'lda ayanmay astoydil mehnat qilgan Mir nashriyat uyining bosh mudiri Alisher Halilov o'zimning bir minnatdorligimni bildirib olgim kelyapti. Rahmat ukam sana. Endi gez jurnallarda shunday bir matbuotda shunday bir prinsip, bir naql mavjudda. Operativность информации, достоверность информации. Berilayotgan axborot har qachon vaqtida yoki obyektiv bo'lishi kerak. Har qanday matbuotning oldi qo'ygan prinsipi shu. Undan hech kim voz kechmasligi kerak. Bu jihatdan o'lmaydigan materiallar bor, ya'ni tez arada o'zining ahamiyatini yo'qotadigan materiallar bor. Hozir biz davlatdan milliy ma'rif o'tilmaydigan naqsha, o'tilmas naqsha. Bu davomli bizning matbuotimiz yo'rtilyotdi. Bundan keyin shunda bo'lishi tegishli deb o'ylayman. Bizning ijodkor jurnalni ta'sis qilinib, faoliyat
ketayotganiga mana Allah buyursa büyük köpçülük oldu. 4 yılın içinde biz jurnalın 15 yetkin sanını çıkardık. Jurnalımızda yazmış şairlerimizin, ilim-fan ehlinin, mağrib serdarlarının maqalları, tariximizden uçurlar ve hakaza mavzulardaki materiallar kitapxonlar tarafından, okurman tarafından kızgın karşılanıp bizga o'zlarining minnatdorligini bildiryapti. Az sonlik odamlar. Chunki bu yerda biz Yamroqetni takrorlab o'tishimiz muhim. O'zim Uyg'ur ovozi degan gazetning shinelidan chiqqan, bu yerda uzoqchilik ishlagan, har yil mushtir to'plash davomida jarayonida biz mavsumida birda Toshkentga, birda Taraz viloyatiga yoki Chimkent viloyatiga berib odamlarni safarbarlikka keltirish, uy aralash, har bir ishigit birovning ishigini derisini qeqib, ularni mushto ishga jalb qilish qatorliq ishlar burundan bor. Hozir ishimiz ahvolimiz texnik murakkableşdi. Balki jurnalni chiqish bir jafo bo'lsa, uni taqtish, uni jafo. Mana mustaqil azobsiz yo'l bu. Shuning o'qirmanlari, shu bir adabiyot so'yar, ijodni bir yaxshi ko'radigan adamlarımızın sepi azaydımı, yakmışsa bugünkü şu bizim ictimai torlarımız, şu cümleden internet, YouTube ve hatta Instagram deyimiz, şuların tesiri mi? Bunu elbette biz hazır halkı odamayız, doğruluk muhakkım kılmayız. Demek bizim jurnalımız mı? Bana şu yönelişte kızgan faaliyet gidiyordu. Davamlık biz jurnalımızda yeni aktarlarını, muhaliflerini icabı kılış, yeni bir yaxshi bir materiallarni, qiziqarli materiallarni o'qirmanga sunish qatori ishlarni amalga oshiryapmiz. Bu jurnalning o'qirmani baribir shu Uyg'ur maktabining tiliga bo'lishi kerak. Shu yerning uchun qaror bo'lishi kerak. Demak, aylantirib kelsak, teatrning binosida o'tirib yaxshi bir klassik asarni ko'rdiganman. Uyg'ur ovozi bizning matbuatimizin Karvan Beşi, Uygur Avazi ve başka neşirlerimizni suyup okuyorduk ama Uygur mektebi üzerinde adamlarımız. Sonra ben bir ümit bilen müracaat kılgan boladım, ruh sözdün ameliyat ötüp, çünkü ben özüm Enver rahmetlikle bilen Ömer Muhammed'in Namık Mektebi 33 ketim var. 33 ketim yıllar katlaşkan, öğüm kirgen, nazır çıraklarda şunak bir teşvikat, terabat işlerini sürgüzgen ve hakaza. Şu Enver'nin esdaidil Hristiyanlık tüpeyli, şöyle Ömer Muhammed'in Namık Mektebi Uygur sınıfları işilip, azı bir neçe evlat söyleyip tamam mı? Turar Rustoluk Namık Mektebi, yeni şey mektep, bu yadıma Uygur Mektebi faaliyetini gidiyor. Yani yakın yıllar sınırsa mağrib bizim bağımız. Bu da kınalarım. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmet, kesmişler, fikirdeşler, bugün bize perspektifleri gördüğümden aldım. Bizim kadın işimiz kızlarlardan, bizim işimiz kızlardan. Buna kızlardan çok sanat olup, gezlerden alıp, hoşal oluruz. İşini tutup, yarıyordu. Bu işin gitsem hatalı suatma, sebebi hemimizin vazifesi, hem pezib oldu. Azıcık fikirden yetiyordu. Ben hemen tekrarla odamamı 4-5 yıldan beri mektepten arşivatımız, sargıyıp barımız, sargıyıp gelimiz. Ben bundaq bir xulasa geldim. Şu mektep gerektirini sayılğanda Uygur Medeniyet Merkezi arqılı xalqning fikrini inovatga elib ufaq saylash kerak. Sebebi bolalarimizni, navrimizni shu maktabga ishashga topshirib berdik bu. Demak, maktabning muallimi, direktori salohiyatli, madaniyatli, vijdonli, eng muhimi Uygur maktabida ishlayotgan vatanparvarlik bo'lishi kerak. Hozir men ular qanday asos saylanib bilmayman. Gapni hammamiz bilamiz. Direktor bo'lish uchun nima berish kerak, nima qilish kerak degan. Endi shu biz 300 kilometr mayda o'tirib qaqshyapmiz. Mayda nima bo'layotganini biz bilmaymiz. Shuning uchun mayda har bir ota-ona, yigit beshi, xonim qizlar hammasi madaniyat markazining kuchini foydalanib, salohiyatini foydalanib, huquqini foydalanib rayonga berib, buni bizim xuddi baldırını o'qiydi. Buni bizim ma'lumimizga kerak. Bizning ma'lumot madaniyat markazi bo'lsa, aslında emgini bağlı, aslında
Kapıtın tapşırışı. İşleyenler bilen koşulma vakit geldi. Bu mektep karmışka emas. Bizning mektep bugün xalqning taqdiri ishlayotgan joy bo'lgandan yoki ichishning ayashning kerak faqat talabni kuchaytirish kerak, ishlatish kerak. Maktabga yosh jigarli yigitlarni tanlab turib kirish kerak. Shu tanlanganqa o'sha bizning madaniyat markazi shu qo'lga olsa, bo'riqsin demaymiz, deb fikrni yetib, o'sha bo'lsa, shu vaqtda beliq o'sha chirmatdi, biz mo'jilik qaqshab ketmadik. Maktab bir jutda qancha bola maktabga kelish kerak ekanligini biladigan direktor, bir maktabga qancha dars biladigan direktor, Rahmatjon bilan molish 20 minut qaqshab ketdi. Biz o'rgatishmaydi. Abla dedi ders yetishmaydi. Shuning uchun men bu masalaga mumkin bo'lsa, bu masalani jiddiroq qo'lga olsak, qolgan masalalarni yechishga turtki bo'ladi dedim. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Bugun Ispan jurnalidan muharrir keladi. Muharrir o'rinbosar Ahir Qabul Alloh boshqarsin. Men Ispan jurnali direktor bugun sizga aytdim. Ama ma'lum Ispan jurnali azizcha bugungi kunda dunyoda bir qolgan diniy jurnalist bor. Vatanda azir diniy jurnali yo'q, faqat shu Qozog'istonda qoldi. Bu jurnal 2300 dona tirajda chiqardi. Boshqa muharrir Yalqin Nuruzov o'rinbosar Abdujon Abizov ularni qo'llab jurnalni astrobillar qaratan qarman jamiyati Qozog'istondagi diniy ilm ag'am xayrlashamiz. Bu jurnal 7 yil bo'ldi chiqardi. Bugungi kunda Uyg'ur jamoatining ichiga diniy jurnaldir o'zini o'rnini qarab istak bo'ldi. Bundan boshqa media agentlar ashta o'z namzallarda har bir qatim Uyg'urcha diniy da'vat qildi. Bu ishlarni hammamiz Qozog'iston diniy boshqarmasining ostida o'tirishlar jurnalning har bir nomini diniy boshqarmaning prokurorlar o'qib olgan jurnal chiqdi. Biz Uyg'urlarga религиозную политику духовного управления Казахстана называется. Qanday bo'lsa bizning Ispan jurnali diniy bo'lgan bilan bir chiqarish uchun Uyg'urlar to'g'riliq, Uyg'urlar tarixiy to'g'riliq, Uyg'ur mashhur kishilar to'g'riliq maqolalar qachon jurnali chiqdi. Axir jurnalda Azizjon Abizovning benim babam böyle dediğim bir maktaş çıktı. Problemi başka bir kötü vardı. Uyg'ur yaştan bizim okulda sözlerini bırak bizim Uygurlarını böyle aşkı kalaktan aşkına problemi kötü vardı. Kazak olsun bugün işler kurup manıştığımız zaten aklımızda ağlarımız bunlardan biz tarafın farklılaştırılan kollarız. Her de hizmetke tayyor hizmetni qatnashamiz shuni qarorman deb qo'ygan. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrli aqllar. Endi biz hammamiz hurmatlaydigan aqllarimizdan tarkib topgan shtab a'zolari xalqimiz joylashgan milliy maktablarimiz mavjud mahallalarni aralab masalalarni inqilab keldi. Endi har o'zining sohasida balki qutuqlaq yetgan xalqimiz orasida hurmat ehtiromga bo'langan aqllarimizdan tarkib topgan shtab a'zolari xalqimiz joylashgan milliy maktablarimiz mavjud nahiyalarda asosiy problemalarni, masalalarni o'rganib keldi. Bu masala demak mavjud. Shu masalaning mavjud masalaning yechish yo'llarini ko'rsatadigan ko'rsatma takliflarni beradigan shu aqllarimiz yaxshi o'rgangandan keyin bir nima tayyorlaydi degan umidimiz analiz qilingan.
Bu nimaga muhim deganda, demak bu masalaning sabablari, kelib chiqish sabablari bilan yeshish yo'nalishini belgilash nihoyat muhim bo'lib turibdi hozir. Balki endi bir shu masalaning bir nimalari atalanadiki, paydo bo'lgan masala to'g'ri ketdi, ushqanqa o'qish o'rni, oliy o'qish o'rniga tushish masala yechildi. Akımızma tayyorlik sinfidagi masala to'g'ri dedi. Demak, buning bir kompleks yondashilgan bu adil yechilib ketadigan, adil undaq bir ishlarni hal qiladigan emas, uzoq muddatga bizning vujudimizni saqlab kelishning bir nimasi deb qarasak bo'ldi-da bu ishni. Demak, hamma sohaning odamlarini bu yerga yig'ilib qo'yayotgan masalaning o'zi bizning o'yimiz, har kim endi o'zimizning sohasi bo'yicha ishlayapmiz, o'yimiz shu milliy mavjudligimizni saqlab kelish o'yida bo'lish kerak degan masalani aytayotganini yaxshi tushunyapman. Bu yo'nalish qanday qilamiz, qanday takliflarni beramiz, shu to'g'riliq cho'qir o'ylasak bo'ladi-ki, ham bu yerda birla hozir harakat qilmasak, vaqt nihoyat 20-30 yildan keyin vaqt tez o'tib ketadi. Hammamizniki bu nihoyat bir cho'ng nimaga masalaning yechilish yo'llarini qarash tursak, texnik cho'ng bir oqibatlarga olib keldigani haqiqat. 30 yil mobaynida men ba'zida o'ylayman, mana Qozog'iston mustaqillik 30 yil bo'ldi. 30 yil mobaynida qo'lga keltirgan yutuqlarimiz, qilgan faoliyatlarimiz, saqlab qolgan narsalarimiz, saqlab qolgan narsalarimiz ko'p o'ylanishga to'g'ri keldi ekanda. Endi biz o'sha hozir bir haqiqatdan burilish paytida nimalarni qila olamiz har kim? Birlikda shtab qilish kerak, yo bir jamiyat tashkilot qilish kerak emas. Bu har birimizning ko'ngildagi milliy mavjudlikqa men bu yerda mening avlodim Uyg'ur bo'lib kelish uchun nimalar qo'limizdan keldi degan masalada yig'ilish bo'lyapti deb tushunman. Hammamiz shu masalada atrofli o'ylasak bo'ladi ekan, shu masala yo'nalish yo'lda. Men bir o'zimning hayotimda bo'lgan bir ishni o'tib ketdi. Bayqa Irshadkam degan tayyorlik sinflariga kurslarni o'qish qurollarini tayyorlash masalasida mening qizim Uyg'ur maktabiga tayyorlik sinfiga qolganda haqiqatan yo'q ekanda nima. Shuning bilan muallimsi birikib, birlashib, uydagilar bilan bir nima tayyorlaylik, bizning bu asos o'qitaylik deb ular tayyorlab chiqqandan keyin direktorlar nihoyat qo'llab qo'yadi deb buni Dilmurod akam ko'rib, bu yerda Vasila ota-onalar kengashi bor. Shuningda shu maktab uchun homiylikni shu maktabning tayyorlik sinfiga tayyorlab qo'ydi. O'qitadigan bir o'qish quroli ana til bo'yicha shu maktabning ustozlari o'zlari tayyorlagan. Shunday ishlarni bir joriy qildirib, yo'nalishlar bo'yicha aniq shtab a'zolari hamda keyin bir uchrashishimizda bir takliflarni ko'rsatgan bo'lsa, shuni har kim o'zining funksional обязанностьларida ko'rsatgan. Har kim o'zining qo'ldan kelgan ishni ba'zib olsa, shu natija bo'lamiz deb qo'yman. Hammalarga rahmat. Bir narsa aniq tushunishimiz kerak. Bugungi zamonda shunday bir impuls deydi, shu yo'lda bir impuls bergan aqlga minnatdorlik bildiraman. Shu ishda har kim o'zining qo'lidan keladigan ishni qilishga hammalarni chaqiraman. Uchrashish oxirida mazkur Uyg'ur maktablariga hamkorlashish shtabining raisi Karlin Mahbirov Uyg'ur tilidagi ommaviy axborot vositalarining o'qitish Uyg'ur tilida yurgiziladigan maktablar bilan hamkorligini o'rnatish va buningdan keyin mustahkamlash maqsadida demokratik asosda Uyg'ur tillik matbuotlar aro shtab raisini belgilashning muhimligini ta'kidladi. Ben o'ylayman ki işimiz birleşik qilgan işimiz ko'p, birlashsak hammasi amalga oshdi, natijali bo'ldi. Ham kuchimizni o'sha milliy ma'rifimizni omtildiki maktabimizga salaylik. Yana ko'p rahmat.